Qulaylik emas, qiyinchilik insonni o'stiradi va ulg'aytiradi. Aynan stress insonlarni miyasini aktiv bo'lishiga, muammolarni yechimini topishga va bu narsalarni butkul hal qilishga yordam beradi. Ammo negadir bizda insonlar o'zidan stress paytida atrofdagilardan qochib depressiyaga kirib ketishadi. Har bir inson bilishi kerak bo'lgan odatlar, bilim va iqtidor ustida to'g'ri ishlab, undan foydalanishi bilgan inson hech qachon ideal vaqtni kutmaydi. Ikkinchi sabab, ular yo'q deyishdan aslo qo'rqishmaydi. Aynan shunaqa insonlar 90% har bir aytilgan gapga qo'rqmasdan yo'q deb aytishadi. Uchinchi sabab, qanday ishda ishlashdan qat'iy nazar, nima ish qilishlikdan qat'iy nazar, ular o'z mahsulot mevasini insonlarga to'g'ri sotishni bilishadi. Sotib ol emas, aynan shu mahsulot unga qanchalik hayotiga muhim ekanligini so'zlar, muloqot orqali yetkazib berishadi. Maqsad va istaklar uchun hech qachon bilim va pulni tejashmaydi. Doimo o'z ustida ishlab borishganligi uchun, rivojlanish bo'lganligi uchun unaqa insonlar oldida boshqalar ham birga bo'lishni istaydi. Sababi bilim olishadi, ularni qo'llashadi va boshqa insonlarga saxiylarcha shu bilimlarni berib borishadi. Stressdan qochmasdan uni bilim, rivojlanish va to'g'ri maqsadga aylantiring.